bir shayxlardan biri, Shayx Mag'amisi degan kishi yurak operatsiya bo'lib turib, operatsiyadan dedi, yuragini operatsiya qildirgandan keyin shunday o'ziga kelganda, o'ziga kelsa, doktorlar qaytadan kelib hali kompyuterda endi yurakni ko'rsatib turgan kompyuterga qaraydi, yaxshi emas, yurakning urishlari yaxshi emas. Keyin yana biri keldi, 14 ta doktor boshimga yig'ildi dedi. 14 ta katta doktorlar boshimga yig'ildi. Keyin dedi, haligilar iloji yo'q, endi aytmasak bo'lmaydi deb hali shayxga aytdi. Bu kishi Shayx hozir Mag'amisi Quba masjidining imomi. Hajga borsanglar, Quba masjidida shu kishini ko'rasiz. Shu Shayx Mag'amisi nima qiladi? Solihul Mag'amisidagi operatsiyada yasam deydi, vrachlar yurak operatsiyadan chiqqan, yaxshi emas. Yurak yaxshi emas. Bir vrach keldi, endi shayx Allohning taqdiri, yurak yaxshi chiqmadi operatsiyadan. Qaytadan operatsiyaga olishimiz kerak. Nima bo'ladi desa, Alloh a'lam. Endi birinchisida yaxshi chiqmagan narsa yurak eng qiyin ish. Ikkinchisida endi 99% yaxshi chiqmasligi aniq-da u. Shunda shayx deydi, o'zim bildimki, mening kunim mana shu kunga to'g'ri kelgan ekanda, ajalim. Alhamdulillah dedim dedi. Alhamdulillah deb inna lillahi va inna ilayhi rojiun, la ilaha illalloh Muhammad rasululloh deb kalimani nima qildimda, bu olinglar dedi. Rozi, o'limga rozi. Olinglar degan dedi. Shu yerda dedi, endi hammasi hali qaytadan operatsiya nimasini tayyorlab, xonalarni tayyorlayapti dedi. Kravatda hali itorib endi ketyapgan dedi. Shu yerda bittasi dedi, ya shayx tanimaydi endi. Shayx deb gapiraveradi yoqda. Ya shayx salli ala nabiy, payg'ambarga salovat ayt deb aytdi dedi. Allohumma salli ala Muhammad va ala Muhammad deb aytdim dedi. Aytdim, haliginda qo'yib qo'ygan kompyuterdagi nimasi o'zgardi-da dedi. Hali hamma doktorlar yugurib kelib qarayapti dedi. Ishonmaydi dedi.